Bugun men sizlar bilan juda muhim masalani, ya'ni yangi to'lovlar nima? Ular qayerdan paydo bo'lyapti? Kim to'lashi kerak va kim shoshilib pul o'tkazmasligi kerak degan savollarni aniq qilib tushuntirib beraman. Bu mavzu har bir oilaga, uy egasiga, ijarada yashayotgan odamga, tadbirkorga, haydovchiga va hatto oddiy kommunal kvitansiyasini oladigan fuqaroga ham tegishli. Chunki oxirgi paytlarda ko'pchilik telefoniga xabar kelgani, ilovada qarzdorlik chiqqani yoki mahalla. Soliq kommunal tashkilot boshqaruv kompaniyasi tomonidan yangi summa talab qilingani haqida gapiryapti. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Bu to'lovlar qachon qonuniy hisoblanadi? Qachon tekshirish kerak? Kim to'laydi? Kim to'lamaydi? Qaysi joyda odamlar ko'p adashadi va o'zingizni ortiqcha xarajatlardan qanday himoya qilasiz? Ma'lumot juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha sabab odam jarima, penya yoki asossiz qarzga kirib qolishi mumkin. Kanalga hozir obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularni men oddiy odam tushunadigan qilib, lekin huquqiy va amaliy tomondan aniq tushuntirib boraman. Avval ko'p to'lovlar odamga aloqa ko'rinmasdi. Masalan, ayrim xizmatlar umumiy kommunal xarajatlar ichida yurardi. Ayrim yigimlar faqat yil oxirida yoki mol-mulk hujjatlari bilan bog'liq jarayonda esga tushardi. Kimdir uy solig'ini faqat xat kelganda to'lardi. Kimdir yer solig'ini alohida tushunmasdi. Kimdir chiqindi, lift obodonlashtirish yoki boshqaruv kompaniyasi xizmatini bir xil narsa deb o'ylardi. Endi esa ko'p jarayonlar raqamlashtirilgani sababli to'lovlar alohida ko'rina boshladi. Telefon ilovasida bitta uy bo'yicha bir nechta qarzdorlik chiqishi mumkin. Mol-mulk solig'i, yer solig'i, elektr, gaz, suv, issiqlik chiqindi, ko'p qavatli uy boshqaruvi, jarima, davlat boji yoki xizmat haqi. O'zgarishning eng katta sababi shuki, davlat organlari, kommunal tashkilotlar, xizmat ko'rsatuvchi korxonalar va elektron tizimlar ma'lumotlarni bir-biriga bog'layapti. Oldin bir tashkilotdagi ma'lumot boshqasiga kech yetib borardi. Masalan, uy sotilgan, lekin kommunal hisob eski egada qolgan. Yoki odam ko'chib ketgan, lekin chiqindi xizmati bo'yicha qarz hanuz uning nomiga yozilgan. Hozir bunday ma'lumotlar tezroq ko'rinadi. Shu bilan birga xatolar ham ko'rinadigan bo'lib qoldi. Demak, yangi to'lov chiqdi degan har doim ham yangi majburiyat paydo bo'ldi degani emas. Ba'zan eski majburiyat endi elektron tizimda ko'rinib qolgan bo'ladi. Yana bir muhim o'zgarish shuki, ayrim xizmatlar uchun to'lov prinsipi aniq ajratilmoqda. Kim xizmatdan foydalansa, kim mulkdor bo'lsa, kim shartnoma tuzgan bo'lsa yoki kim tadbirkorlik faoliyatidan daromad olayotgan bo'lsa, to'lov majburiyati o'sha tomonga tushadi. Masalan, kvartirada ijarachi yashashi mumkin, lekin mol-mulk solig'i uy egasining majburiyati bo'lib qoladi. Elektr va suvni esa amalda kim ishlatgan bo'lsa, odatda ijara shartnomasiga qarab o'sha to'laydi. Agar shartnomada aniq yozilmagan bo'lsa, keyin nizo chiqadi. Eng avvalo, har qanday yangi to'lovni 3 ta savol bilan tekshirish kerak. Birinchi savol: bu to'lov nimaga asoslangan? Qonun, qaror, tarif, shartnoma yoki ko'rsatilgan xizmat bormi? Ikkinchi savol: bu to'lov aynan menga tegishlimi? Ya'ni men mulkdormanmi, foydalanuvchimanmi? Shartnoma egasimanmi yoki qarz eski davrdan qolganmi? Uchinchi savol: summa qanday hisoblangan? Maydon bo'yicha, hisoblagich bo'yicha, odam soni bo'yicha, transport vositasi bo'yicha, faoliyat turi bo'yicha yoki belgilangan tarif bo'yichami? Oddiy misol olaylik. Toshkent shahrida bir oilaning 15 kvadrat metrlik kvartirasi bor. Ilovada chiqindi xizmati uchun 9 so'm qarzdorlik chiqdi. Oila hayron. Biz axlatni olib ketishayotganini ko'ramiz, lekin oldin bunday qarz chiqmasdi. Bu yerda birinchi tekshiradigan narsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot qaysi davr uchun hisoblagan? Qarzdorlik 3 oy uchunmi? 6 oy uchunmi yoki eski hisobdan o'tganmi? Ikkinchi narsa, hisob odam soniga bog'langanmi yoki uy maydoniga? Uchinchi narsa, ro'yxatda nechta odam turibdi? Amalda uyda 3 kishi yashaydi, lekin ro'yxatda 5 kishi qolgan bo'lsa, to'lov oshib ketishi mumkin. Bunday vaziyatda odam shunchaki jahlan to'lamay yurmasligi kerak. Avval xizmat tashkilotiga murojaat qilib, hisob-kitob varaqasini so'raydi. Ro'yxatdagi odamlar sonini tekshiradi. Xato bo'lsa ariza beradi. Ikkinchi misol, bir kishi viloyatda hovli sotib oldi. Notariusda rasmiylashtirdi, kadastr hujjati o'tdi. Lekin oradan bir necha oy o'tib mol-mulk va yer solig'i bo'yicha qarzdorlik chiqdi. U o'ylaydi, men yaqinda oldim. Nega butun yil uchun men to'lashim kerak? Bu yerda sana juda muhim. Mulk qachon o'tgan? Oldingi egada qarz bormi? Soliq qaysi davr uchun hisoblangan? Agar soliq mulk sizning nomingizga o'tgan kundan keyingi davr uchun bo'lsa, odatda majburiyat sizniki.
lekin oldingi davr qarzi eski egaga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun uy sotib olayotganda faqat narxni kelish yetmaydi. Kommunal qarzlar, soliq qarzlari va xizmat shartnomalarini ham tekshirish kerak. Uchinchi misol, tadbirkor kichik do'kon ochdi. U ijara joyida ishlayapti. Birdan unga reklama yozuv uchun, chiqindi uchun, elektr quvvati uchun, yong'in xavfsizligi bo'yicha xizmat uchun, terminal yoki bank xizmati uchun alohida to'lovlar chiqadi. Tadbirkorlarning eng katta xatosi shuki, ular ijara haqini to'ladim, demak qolgan hammasi ijara beruvchining ishi deb o'ylashadi. Aslida shartnomaga qarash kerak. Agar ijara shartnomasida kommunal xizmatlar ijarachi tomonidan alohida to'lanadi deb yozilgan bo'lsa, elektr, suv, chiqindi, hatto umumiy foydalanish joylari bo'yicha xarajatlar ham ijarachiga tushishi mumkin. Agar reklama peshlavhasi binoning tashqi qismiga o'rnatilgan bo'lsa, mahalliy tartib va ruxsat talab qilinishi mumkin. Demak, tadbirkor har bir to'lovning shartnomadagi va huquqiy asosini ko'rishi shart. Birinchi navbatda ko'chmas mulk egalari ehtiyot bo'lishi kerak. Kvartira, hovli, noturar joy, dala hovli, yer uchastkasi yoki meros orqali o'tgan mulk bo'lsa, soliq va xizmat to'lovlari chiqishi tabiiy. Mulk ishlatilmayotgan bo'lsa ham soliq majburiyati yo'qolib qolmaydi. Masalan, odam chet elda yashaydi, lekin O'zbekistonda uning nomida kvartira bor. Kvartirada hech kim yashamasa ham mol mulk solig'i hisoblanishi mumkin. Kommunal xizmatlar esa hisoblagich shartnoma va xizmat turiga qarab turlicha bo'ladi. Elektr ishlatilmasa, ko'rsatkich 0 bo'lishi mumkin. Lekin chiqindi yoki umumiy uy xarajatlari bo'yicha alohida tartib bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh ijarada yashovchilar. Ijarachi ko'pincha o'zini himoyasiz holatga qo'yadi, chunki hamma narsani og'zak kelishadi. Masalan, uyga 2 million so'm ijara beraman, qolganini ko'ramiz deyshadi. Keyin 4 oy o'tib uy egasi 600 ming so'm kommunal qarzini chiqaradi. Ijarachi esa men bilmaganman deydi. Bunday nizoda eng muhim hujjat ijara shartnomasi. Unda elektr, gaz, suv, internet, chiqindi, boshqaruv kompaniyasi, ta'mirlash fondi, soliq kabi xarajatlar kim tomonidan to'lanishi aniq yozilishi kerak. Agar yozilmasa, keyin har ikki tomon o'zicha talqin qiladi. Uchinchi guruh avtomobil egalari. Avtomobil bilan bog'liq to'lovlar ham ko'payib ko'rinadi. Jarimalar, sug'urta, texnik ko'rik, pullik to'xtash joylari. Yo'l qoidabuzarliklari bo'yicha elektron bildirishnomalar. Bu yerda ham asosiy qoida bitta. Avtomobil kimning nomida bo'lsa, rasmiy tizim avval o'sha shaxsni ko'radi. Mashinani ishonchnoma bilan boshqa odam haydab yurgan bo'lsa ham jarima avval egasiga kelishi mumkin. Shuning uchun avtomobilni sotganda rasmiy oldi-sotdi qilmasdan berib yuborish juda xavfli. Bugun kichik jarima ertaga katta qarz bo'lib qaytishi mumkin. 4-guruh kichik biznes va o'zini o'zi band qilganlar. Yangi to'lovlar deganda faqat soliqni tushunmaslik kerak. Bank komissiyasi, elektron kassa xizmati, ijara joy bo'yicha kommunal xarajatlar, chiqindi shartnomasi, reklama joylashtirish haqi, litsenziya yoki ruxsatnoma bilan bog'liq davlat boji ham bo'lishi mumkin. Tadbirkor uchun eng xavfli holat bu to'lovni umumlashtirmaslik emas, balki noto'g'ri tasniflash. Masalan, majburiy soliqni oddiy xizmat haqi deb o'ylab kechiktirsa, penga chiqishi mumkin. Aksincha, shartnomasiz talab qilingan xizmat haqqini soliq deb o'ylab darhol to'lasa, ortiqcha xarajat qiladi. Agar sizga yangi to'lov haqida xabar kelsa, lekin unda tashkilot nomi, davr hisob-kitob, shaxsiy hisob raqami yoki huquqiy asos ko'rsatilmagan bo'lsa, shoshilmang. Ayniqsa kimdir telefon qilib, bugun to'lamasangiz jarima bo'ladi. Karta raqamingizni yuboring, havola orqali kiring desa, juda ehtiyot bo'ling. Rasmiy to'lovlar odatda bank ilovalari, davlat xizmatlari portali, soliq tizimi, kommunal tashkilotning shaxsiy kabineti yoki rasmiy kvitansiya orqali tekshiriladi. Telegramdagi oddiy xabar. Noma'lum havola yoki begona karta raqami huquqiy asos bo'la olmaydi. Agar qarz sizga tegishli emas deb hisoblasangiz ham, umuman e'tiborsiz qoldirmang. Chunki tizimda qarz turaversa, keyin xizmat ulanishida, hujjat rasmiylashtirishda, mulk sotishda yoki bank operatsiyalarida muammo tug'ilishi mumkin. To'g'ri yo'l yozma murojaat qilish, dalil so'rash, hujjatlarni taqdim etish va javobni saqlab qo'yish. Og'zaki gap bilan masala yopilgan hisoblanmaydi. Birinchi nozik jihat mulkdor va foydalanuvchi farqi. Ko'p odam shu yerda adashadi. Mulkdor degani hujjatda egasi bo'lgan shaxs. Foydalanuvchi esa amalda yashayotgan yoki ishlatayotgan shaxs. Soliq ko'pincha mulkdorga bog'lanadi, xizmat haqi esa shartnoma yoki foydalanishga bog'lanadi. Masalan, ona nomidagi uyda o'g'il oilasi bilan yashayapti. Mol mulk solig'i onaning nomiga chiqishi mumkin.
lekin elektr va suvni o'g'il to'lashi mumkin. Agar oilada kelishuv bo'lmasa, bu huquqiy emas maishiy nizoga aylanadi. Ikkinchi nozik jihat imtiyozlar. Ayrim fuqarolarda soliq yoki ayrim to'lovlar bo'yicha imtiyoz bo'lishi mumkin. Pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, ayrim faxriylar yoki qonunda belgilangan boshqa toifalar uchun alohida yengilliklar mavjud bo'lishi mumkin. Lekin imtiyoz avtomatik ishlamasligi ham mumkin. Ba'zan hujjatni tizimga kiritish, ariza berish yoki ma'lumotni yangilash kerak bo'ladi. Odam men imtiyozliman deb yuradi. Tizim esa oddiy tartibda hisoblayveradi. Natijada qarz ko'payadi. Shuning uchun imtiyozingiz bo'lsa, uni tasdiqlovchi hujjatni olib, tegishli idoraga murojaat qiling va hisob qayta ko'rib chiqilganini tekshiring. Uchinchi nozik jihat hisoblagichlar. Elektr, gaz, sovuq suv, issiq suv kabi xizmatlarda hisoblagich bo'lsa, ko'rsatkich to'g'ri topshirilishi kerak. Hisoblagich ishlamasa, plombasi buzilsa, hisob daftarida tekshiruvdan o'tmasa yoki ko'rsatkich berilmasa, hisob o'rtacha norma bo'yicha chiqishi mumkin. Bu esa real ishlatganingizdan ko'proq bo'lishi ehtimoli bor. Masalan, bir xonadonda 2 oy suv ko'rsatkichi topshirilmagan. Tizim o'rtacha sarf bo'yicha hisoblagan. Keyin odam men buncha suv ishlatmadim deydi. Ammo vaqtida ko'rsatkich bermagan bo'lsa, qayta hisoblash murakkablashadi. Shuning uchun har oy bir kunda ko'rsatkichni rasmga olib, ilova yoki shaxsiy kabinet orqali yuborish yaxshi odat. 4-nozik jihat eski qarzlar. Uy, do'kon yoki avtomobil olayotganda odam faqat narx va hujjatga qaraydi. Lekin eski qarzlar keyin bosh og'riq bo'ladi. Masalan, hovli sotib oldingiz, keyin gaz bo'yicha 1.200.000 so'm qarz chiqdi. Sotuvchi bu eski qarz emas, tizim xatosi deydi. Siz esa xizmatni ulata olmaysiz. Shuning uchun oldi-sotdidan oldin har bir kommunal tashkilotdan qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot olish, hisob raqamlarini tekshirish va shartnomada eski qarzlar bo'yicha javobgarlikni alohida yozish kerak. 5-nozik jihat boshqaruv kompaniyalari va ko'p qavatli uylar. Ko'p qavatli uylarda lift, tom, yerto'la kirish yo'lagi, yoritish, tozalash, avariya xizmatlari, umumiy mulkni saqlash xarajatlari bo'ladi. Ayrim fuqarolar men 1-qavatda yashayman, liftdan foydalanmayman, to'lamayman deydi. Lekin umumiy mulk xarajatlari uyning barcha mulkdorlariga taqsimlanishi mumkin. Biroq bu degani har qanday talabni so'zsiz to'lash kerak degani emas. Boshqaruv tashkiloti xizmatlar ro'yxati, tarif, mulkdorlar roziligi, shartnoma va hisob kitobni ko'rsatish kerak. Agar xizmat bajarilmayotgan bo'lsa, dalil yig'ib, yozma ravishda qayta hisoblash talab qilish mumkin. Eng katta xato xabarni ko'rib darhol pul o'tkazish. Avval tekshiring. To'lov qayerdan chiqdi? Kim talab qilyapti? Qaysi davr uchun? Sizning shaxsiy hisobingizmi? Summa qanday hisoblangan? Agar bular aniq bo'lmasa, to'lovni kechiktirish emas, balki ma'lumotni aniqlashtirish kerak. Ikkinchi xato umuman to'lamay yurish. Ba'zi odamlar bu noto'g'ri deb o'ylab, hech qanday ariza bermaydi, hech kimga bormaydi, faqat kutadi. Tizim esa qarzni oshiradi, penya qo'shadi, keyin undirish jarayoni boshlanishi mumkin. Agar norozi bo'lsangiz, norozi ekaningizni yozma tarzda bildiring. Dalilsiz norozilik natija bermaydi. 3-xato og'zaki kelishuvga ishonish. Ijara uy sotib olish, avtomobilni foydalanishga berish, do'kon joyini ijaraga olish. Hammasida hujjat kerak. Hujjat bo'lmasa, keyin kim to'lashi kerakligi bo'yicha bahsda sizning pozitsiyangiz zaif bo'ladi. 4-xato imtiyoz hujjatini yangilamaslik. Pasport ma'lumoti o'zgargan, manzil o'zgargan, mulk boshqa hududda, imtiyoz elektron tizimga tushmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun yilda kamida bir marta soliq va kommunal hisoblaringizni tekshirib chiqing. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. 1-qadam, barcha to'lovlaringiz ro'yxatini tuzing. Uy bo'yicha mol-mulk solig'i, yer solig'i, elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, internet, boshqaruv kompaniyasi, avtomobil bo'lsa jarimalar va sug'urta, tadbirkor bo'lsangiz soliq, ijara, bank va boshqa xizmatlarni alohida yozing. Bitta daftarga yoki telefondagi jadvalga yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Muhimi, nimaga pul ketayotganini ko'rishingiz kerak. 2-qadam, har bir to'lov bo'yicha shaxsiy hisob raqamini tekshiring. Ba'zan qo'shnining qarzi eski egasining qarzi yoki noto'g'ri bog'langan hisob chiqib qoladi. Shaxsiy hisob raqam, manzil FIH, kadastr raqami, avtomobil davlat raqami, shartnoma raqami bir-biriga mos bo'lishi kerak. 3-qadam, hisob kitobni so'rang. Tashkilotdan shunchaki qarzingiz bor degan gap yetarli emas. Qaysi oylar uchun, qaysi tarif bo'yicha, qanday miqdorda hisoblanganini ko'rsatuvchi hujjat yoki elektron ma'lumot kerak.
Agar kommunal xizmat bo'lsa, hisoblagich ko'rsatkichlari tarixini oling. Agar soliq bo'lsa, soliq obyekti, maydoni, stavkasi va imtiyoz qo'llangan-qo'llanmaganini tekshiring. 4-qadam hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, kadastr hujjati, ijara shartnomasi, oldi sotdi shartnomasi, imtiyoz hujjati, hisoblagich rasmi, oldingi to'lov cheklari, bank kvitantsiyalari, tashkilot bilan yozishmalar kerak bo'lishi mumkin. Har bir to'lov chekini telefoningizda alohida papkada saqlang. Chek yo'qolsa to'laganingizni isbotlash qiyinlashadi. 5-qadam. Xato bo'lsa yozma ariza bering. Arizada kimga murojaat qilayotganingizni, o'zingiz haqingizdagi ma'lumotni, shaxsiy hisob raqamini, muammo nimada ekanini va nimani so'rayotganingizni aniq yozing. Masalan, falon davr uchun hisoblangan qarzdorlikni qayta tekshirishingizni, hisob-kitob davlatnomasini berishingizni, noto'g'ri hisoblangan summani bekor qilishingizni yoki imtiyozni qo'llashingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada topshiring yoki elektron murojaat qiling. Qabul qilinganini tasdiqlovchi raqamni saqlang. 6-qadam. Javob kelmasa yuqori tashkilotga murojaat qiling. Kommunal xizmat bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi korxona. Tuman bo'limi iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi organlar yoki tegishli nazorat idoralariga murojaat qilish mumkin. Soliq bo'lsa, soliq organining shaxsiy kabineti. Hududiy soliq inspeksiyasi yoki rasmiy murojaat kanallari orqali aniqlashtirasiz. Muhimi, murojaatni hissiyot bilan emas, hujjat bilan qiling. 7-qadam, kelajak uchun tartib o'rnating. Har oy bir sanani belgilang. Masalan, oyning 25 kuni hisoblagichlarni rasmiy olaman. Kommunal qarzlarni tekshiraman. Soliq ilovasiga kirib ko'raman. Agar uy ijaraga berilgan bo'lsa, ijarachi har oy kommunal cheklarni yuborishi shart deb kelishib qo'ying. Agar uy sotayotgan bo'lsangiz, oldindan qarzdorlik yo'qligini tozalang. Agar uy olayotgan bo'lsangiz, sotuvchidan barcha hisoblar bo'yicha ma'lumot so'rang. Yana bir muhim maslahat. Hech qachon rasmiy bo'lmagan karta raqamiga majburiy to'lov o'tkazmang. Soliq, jarima, davlat boji, kommunal xizmat va boshqa rasmiy to'lovlar odatda tashkilotning rasmiy hisob raqami yoki tasdiqlangan to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Agar kimdir shaxsiy kartaga tashlang, keyin kvitansiya beramiz desa, bu xavfli. Keyin u pul qayerga ketganini isbotlashga to'g'ri keladi. Yangi to'lovlar deganda vahimaga tushish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Asosiy qoida shunday. To'lovning huquqiy asosi. Sizga tegishliligi va hisob kitobi aniq bo'lsa, uni vaqtida to'lash kerak. Agar xato bo'lsa, og'zaki bahslashib yurmasdan hujjat bilan yozma murojaat qilish kerak. Mulkdor, ijarachi, tadbirkor va avtomobil egasi o'z majburiyatini aniq bilsa, ortiqcha qarz, penya va asossiz xarajatlardan o'zini himoya qiladi. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq telefoningizdagi ilovalar orqali o'zingizning soliq, kommunal va jarima hisoblaringizni tekshirib chiqing. Uy hujjatlarini, ijara shartnomalarini, to'lov cheklarining rasmlarini tartibga keltiring. Agar tushunarsiz yangi to'lov chiqqan bo'lsa, uning rasmini saqlang. Hisob kitobini so'rang va faqat aniqlashtirgandan keyin qaror qiling. Sizda ham shunday yangi to'lov chiqdimi? Qaysi hududda, qaysi xizmat bo'yicha va qancha summa talab qilinyapti? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir xonadonga kerak bo'lishi mumkin.